Rasmga olaman aka, men normal o'tib ketdi. Ajoyib. Men bratishka. Qanday bo'ldi? Kimga shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa, akamiz boshqa nomer yozib qoldiradi. Xudo xolisa, bemalol aloqa chiqarasiz. Aka, endi bir o'zim bir suxan qiling aka. Nima suxan qilaylik? Mana shu divan meniki ekan. Mana shunga o'tiringlar. Maza qilib o'tirib yotib bemalol yotib o'rasizlar. Buni qaranglar, buni qaranglar. Mana shunday qilasizlar, mana bu. Nima ekan? Avtomatik hammasi mana ekan. Mana qaranglar, buni qaranglar. Mana shunday qilgandan keyin mana bu yostiq ekan, mana. Kayf qilib o'zini o'rkasiga. Oilaga qiziqib, shopirni yoniga o'tiraman. Chekkaga o'tiraman. Mana shu joy ekan. Damozni sirenasi mana shu ekan. Mana bizda yoshimiz katta boboy borlar mana. Qanday bo'ldi?